Salom hammaga, sizlar bilan yana Ultra Futbol. Bugungi videoyimizda Real Madrid Selection qo'shilgan Dominik Szoboszlay qo'shilibdi. Futbol Pointga olib olishinglar mumkin. Tak. Real Madrid Club Selection. Menga bulardan 4 ta kerak. Hozir buni aniqlashtirib qo'yib La Liga J Liga slotiga o'tamiz va o'zlashimda turgan ekan. O'xshatmagan video bor, shuning uchun J Liga slotda qolgan. Zahirani bosib, filtrda bosib, klubni komanda Yevropa, Ispanskaya Liga, Madrid Chamartin B. Birinchi bo'lim Morentis Ruminiga o'rniga qo'yamiz. Albatta Bavariya Ruminiga, Barsa Suarezning o'rniga Rud van Nistelrooy qo'yamiz. Vinicius Gutini olamiz, birinchiga qo'yamiz. Mbappeni olamiz, qo'yib Salah bilan almashtirib turamiz. Tchouaméni, Jude Bellinghamning 105i bor. Valverdeni olamiz. Modric, Alaba, Kamavinga, Rüdiger, Vasquez o'zi menga kerak. Nima ekan bu pakka ochishini? Video uchun ochib qo'yishim kerak. Carvajal, Arda Güler, Rodrigo, mana o'yin haqqoniy da'vo ekan. Toni Kroos, Brahim Diaz, Endrick, Eden Hazard, Andrey Lunin. Lunin kerak emas bizga bu klub selectiondan. Lunin bor va Mbappe kerak emas. Bellingham ham kerak emas. Yana bitta o'yinchi menga kerak emas bu selectiondan. Lunin, Mbappe, Bellingham selectionga o'tib olamiz. Kamavinga kerak emas. Chunki ko'rsatdim, chapkiraga qo'ydim Kamavingani. Militao kerak. Ferland Mendy kerak. Dani Ceballos ham va Raul Asensio yosh iste'dod egasi. O'ynatib ko'rishimiz kerak. Bu zo'r o'ynayapti, ko'ryapmiz o'yinlarni. Demak, ochishni boshlaymiz. Raul Asensioning ustiga bosib, statistikasini ko'rib va ochamiz. Raul birinchisida bizga chiqib 100 coinsga ketdi. Raul Asensio birinchisiga yoki Dani Ceballos, Militaolar bor, tushib ber endi. Sharmanda qilma, o'tgan safar Liverpoolga ochganman, keraklilar tushmagan. Bellinghamni nima qilaman? Qat'iy qiladda bu futboldan. Bitta shansimiz havoga uchib ketdi. Bellinghamni berib o'tiribdi bizga. Asensioni ber, oxirida turibdi-ku, reytingi past. Reytingi pastlarni berardi, ne futbol. Nima bo'ldi endi, balandlarni beraveryapsan. Ketdi, pastrog'ini ber, Raul Asensio, Eder Militaolar bor axir futbol. Bo'ldi, kerak emas boshqa. Dani Ceballos bo'laveradi. Yo'g'ini berdik-ku, muhim. Qolgan ikkitaga Raulni ushlab olsak, tasiga esa Eder Militaoni. Ferland Mendyni keyin ochamiz. Ketdi, Raul Asensioni ber, oxirida turibdi-ku axir. Davay Raul 35-raqam egasi. Yosh iste'dod ispaniyalik 35 mi? 3 Militao zo'r. Militao. Yaxshi. Endi bizga Ferland Mendy va Raul Asensio kerak. Raul tushaversin, keyin Mendyni olamiz. Keyinchalik. Ketdi oxirgisi Raul Asensio. Davay ber futbol. Raul Asensioni ber bizga.
Raul Asensioni beri futbol. 23 Ferlan Mendy, Raul Asensiodan boshqa hamma kerakligini chiqardik. Raul Asensio esa qolib ketdi. Raul kerak bizga. Qolgani kerak emas. Bellingemda 105 bor edi, 102 bor edi, kerak emasdi. Mbappe ham kerak emas. 101 deyishyapti, agar 102 bo'lsa kerak. Raul Asensio kerak. Andre Luninni nechiligini bilamiz endi. 96 bo'lsa, u ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Lekin 1+. Juda katta ahamiyatga ega emas. Hozircha ochimiz, keyin ochamiz. Hozircha shu yerda Militao'ni olamiz. Luninni o'rniga va sразу juttuzni kuchaytirib qo'yamiz. Militao 99 eder. Wow, просто. Ferlan Mendy'ni esa Maldini'ning o'rniga qo'yib turib ko'tarib qo'yamiz. Maxgacha 97. Yomon emas. Dani Cebalosdan oxirigacha ko'taramiz. Ko'p ketdi buni kuchaytirish uchun. Necha bo'lar ekan? 97 bu ham. Ceballos tursinmi, Mendy'mi? Mendy'ni qo'yamiz. Vasquezning o'rniga, chunki 96 ekan. Eng balandlardan birinchiga olib qo'yamiz. 102 99 ekan. 98 99 ekan mana. Va 97'lar, mana 98. Bitta Eden Hazard 96. Bellingem düştü. Raul Asensio nechi bo'lar ekan? Kommentariyaga yozib ketinglar. Mana Real Madrid, Ceballos kerak edi bizga. Dani, Ceballos va Ferlan Mendy düştü. Eder Militao düştü. Braziliyalik zo'r himoyachi. Shunaqa gaplar. Raul Asensio kerak bizga. Hozir yana bizga Bellingham tushgan. Jude Bellingham turib turaversin bu ham. Lekin 105 kartasi bor bizda. Va 102 kartasi bor. Real Madrid o'yinchilarini 3121 silagacha ko'tarib qo'ydik. Raul Asensio ham 97 yoki 98 bo'lsa Eden Hazardning o'rniga qo'yiladi va 3122 yoki 23 bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'lib kuzatinglar, bularni o'ynatib ham video qilib ko'ramiz. Zo'r o'ynaydi degan umiddaman. Militao va Raul Asensioni ham chiqaramiz, shunlarni o'ynatamiz. Kanalga obuna bo'lib like bosinglar. Men obunachilar soni 3900 ta bo'lsa yangi video degan edim, lekin hech qancha qo'shilgani yo'q, lekin men video qilishdan to'xtamayman. Sizlar esa podpishka qilib, kommentariyada qo'llab-quvvatlab turinglar. Coins kerak bo'lsa pastda belgilab ketaman, shaxsan o'zim olib beraman. Coins bo'lsa Real Madrid uchun olishinglar mumkin. Eng ishonchli coins bizda. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Klub Selection esa hozirgina qo'shilgan edi. Sog' bo'linglar.